Menimcha bu joyimizda tezgina o'zini xaridorini topib ketadi. Nimaga unaqa deyapman? Mirzo Ulug'bek tumanida bunaqa yer hisob sotilayotgan joylar kam. Qaranglar. Mana bu katta yo'ldan nariyoq Salom choyxonaga chiqib ketamiz. Oltintepa masjidi bo'lyapti. Bu tomonimizda taka chiroyli xonadonlar tushirib qo'yishgan. Shu yerda mana ko'rasizlar, 5 sotik maydonga tushgan joyimizga chiqyapti. Sizlar videoni oxirigacha ko'rib turinglar, men sizlarga to'liq obzor qilib ko'rsataman. Xo'p, o'rtoqlar qaranglar, mana chegaramiz mana yerda bo'lyapti. Uyimizning nariyoq chegarasi binoda ozgina o'tadi. Xo'p, bu tomonimiz bo'lsa, mana bu yoqda yana bitta qo'shni uy bor. O'shani shundoqqina orqasidan bo'lyapti, o'rtoqlar. Bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Xohlasanglar qo'shniligiga ham sotishar ekan. Xohlasanglar uni ham qo'shib, hammasini qo'shib olsanglar bo'ladi. Umumiy 5 sotiq bu binoyimizda taxminan 200-250 kvadratga tushgan. Xohlasanglar mana shu qurilishni davom ettirishinglar mumkin. Xohlasanglar buzib tashlab, yengitdan imorat qurasizlar. Hayt endi bitta narsa, botni egalligisi aytishyapti, xohlasa yarmini ham sotishar ekan. U yo'g'ini bemalol kelishsanglar bo'ladi. Dokumentlarda hech qanaqa muammo yo'q. Menimcha lokatsiyani o'zingizlar bilasizlar, juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Endi qaranglar, bu joyimizni 1 sotiqiga 68 ming dollardan so'rashyapti. Bu startli narx, albatta startli narxi. Kelsanglar, kelishadigan joylari bo'ladi. Men egalarning raqamini qoldiraman, bemalol murojaat qilasiz. Bizning nomimizdan chiqsanglar yaxshigina chegirma qilib berishadi.